Assalomu alaykum. Birodarlar, aziz o'rtoqlar, qadrdonlar, sinfdoshlar. Hammalaringizni kirib kelgan 2026-yil 2-yanvar kuni bilan shuni yurakdan muborak etaman. Mana shunaqa bir joyda mana bilyard. Zerikkan odam bilyard yaxshi ko'radi. Mana zerikka televizor ko'radi. YouTube ishlaydi. Mana stol kreslo bor. Mana mana buni joyini mansarda deydi. Mana Rustam aka pastda mana shunaqa bir ko'rk berib go'zal bir manzarani aks mana shunday joyda dam olib rohatlanganga nima yetsin? Asabingga tegmaydi. Ko'ngling tog'dek ko'tar. Bu yer ayiqlar vodiysi bo'lganligi uchun har bir xonadonlik gilamlarida ham ayiq rasmi bor. Har bir qadam juda did bilan mana yog'ochlar haqiqiy o'zbekona o'ymakarlik uslubida toza yog'ochdan qilingan. Ne varamiz? Az boramiz. Yuring. Shunda aylanib qarang. Ana restoran shuncha bo'ladi-da. Mana Zuhra kelindi qarang. Assalomu alaykum. Hurmatli turmush o'rtog'imiz. Mana go'zal bir manzarani, go'zal bir holati. Mana o'zlarining mehnati bilan, o'zlarining mana shu kamtarona tabassumlari bilan mehmonlarni xushnud etib, xizmat qilib, yordam ko'rsatayotgan ekan. Umrlaridan baraka topsin. Mana yuringchi. Yuring qani bir pastga tushaylikchi. Mana ne varamiz? Yuringchi. O'rmon ekan. Yuring qani pastga tushaylikchi. Hozir ko'rsatamiz. Voy, bu chiroyli rasmlar ekan. Hozir qo'shib beramiz. Voy, juda sochoq bor ekan. Go'zal manzara-ku bu. Oyijon dam olyapti u yerda. Mana kiriyotgan joylar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana Maryamxon o'ynaydigan mana futbol o'yinlari. Maşallah, mana shunaqa go'zal bir manzara. Mana Umarbek yoqtiradigan kompyuter. Mana xonani go'zalligi. Yusufjon deb beramiz, uxlayapti. Mana shunday go'zal, mana shunaqa shinam. Haqiqatan faxrlansa arziydigan. Uyim bo'lsa shunday bo'lsin deydigan xona. Maryamxon uxlaydi shu yerda, xudo xolasa. Karavatlar ham haqiqiy dehqoncha usulda qurilgan yog'och karavat. Mana shunaqa gaplar. Juda chiroyli qurilgan. Bo'lishi mumkin emas. Mana Mana shu yerga mana Zuhra keldi, mana hurmatay tansiq taomlardan ayiqlar ustida meva yeb o'tirishibdi. Juda benihoya. Jakuzilari ham pastda gap yo'q. Mashallah, tabarakallah. Gap yo'q. Juda chiroyli va bejirim. Ko'z tegmasin. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Judayam zo'r. Kecha sizlarga ko'rsatdik.
Bu ikinci villamız. Mana kim nima deb o'ylashi mumkin bilmadim. Haqiqatan ham ayiq bor. Bu yerda kechasi piyoda yurib bo'lmaydi. Bu dachaga o'taman desang ham mashinada ele 3-4 kishi o'tishgan. Mana shunaqa gaplar. Mana shunday bir go'zal xushmanzara joylarga mana biz tashrif buyurib mana mehmon bo'lib turibmiz. Hammani mana shunday joylarga Allohim yetkazsin. Shunday joylarda dam olib, huzurlanib, rohatlanib gaz plitalar gap bo'lishi mumkin emas. Allohimning his-bi himoyasida bo'lingizlar. Nimaiki niyatlar, namozlarda qilgan duolar, Allohimdan so'ragan nimaki narsalar hammasi ijobat bo'lsin. Amin. Parvardigor olam Allohim o'zing O'zbekiston xalqini yuzini yorug' qilgin, ishlarini omadli qilgin. U rahbar lavozimida ishlayman. Oddiy fuqaro bo'laman. Har bir Alloh bandasini rizqini bergan. Shu xalqimning ham rizqini bergin, yuzini yorug' qilgin. Uchrashguncha Alloh panohida bo'linglar. Amin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.